تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحوط خطيئات والأخرى ترفع درجاته. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Kim uyida tahorat qilsa, uyida tahorat qilsa. Keyin Allohning farzlaridan bir farzini, ya'ni farz namozni ado etish uchun Allohning baytiga qarab yursin. Bitta qadamiga gunohlari to'kiladi, ikkinchi qadamidan darajasi ko'tariladi. Uydan chiqishi bilan 10 qadamdan boshlasa gunoh to'kilib, 5 qadam tashiganda darajasi ko'tarilib, har qadamda shunaqa gunoh to'kilib, darajasi ko'tariladi. Bu hadis endi tahoratni uyda qilsa shundoq bo'ladimi yo tahorat qilishsiz savob bo'lmaydi? Tahoratni qilib chiqsa savob ko'proq bo'ladi. Tahoratni qilmasdan joydan chiqadigan bo'lsa ham savob bo'ramasga qarab bo'layotgan. Yana bir joyi bor, xatdan kelishidan qat'iy nazar. Balki uyda bo'lmasligi uchun ishxonadan qarab bo'lasiz. Yo bozorda bo'lasiz, shu masjidga yetib ola qolib peshinga qaragan. Yo bir dalada bo'lasiz. Shu masjidga buraydan chiqib tezroq masjidga. O'sha xatdan chiqib harakat qilib Allohning fazlini ado etgan masjidga qarab bo'lgan bo'lsa, shu vaqt bor. Bitta qadamga gunoh ko'taradi, ikkinchi qadamga Xudo darajasi beradi. Endi o'zingiz bo'lsiz. Endi yana bittadan qo'shib oladigan bo'lsangiz, yo'lda mashinaga ishga olasiz. Mashinaga kelsizdan o'sha qadam hisob bo'ladi. Ikkinchi qadamga yo'q. Sizni qadamingiz. Siz mashinaga o'tirib olib harakat qilib kelasiz. O'sha savob beraveradi baribir. Yana kelish kerak ekan bo'lsa faqat qadam tashlab kelgan-ku. O'sha necha qadamli masofadan kelayotgan bo'lsa beraverasiz. Yana kelayotganingiz kimdir olib kelishingiz ham bor. Agar domlani borib o'ydan olib kelsangiz, undan ham savob ko'proq bo'ladi. Sen o'zing o'ylasang, adashtirmasang ham. Şunu ortadan tiyinga olib keladi. Aldın domla bir duo qiling, domla shuncha ilm olib bizda, domla duo qo'ying. Alloh tanjolarni qilgan, ilmlarni ziyoda qilgan, bola chaqalarga qo'shib qo'shganlarni qo'shgan, o'shalarni rohat qilsin. Rahmat, salomat bo'lasizlar.